Saodatning sabablaridan 24-si go'zal sabr. Sabr bilan ziylatlanishlik birodarlar buyuk ulug' insonlarning sifatlaridan. Ana shunday bir ulug' insonlar qiyinchiliklarni keng yurak bilan, kuchli iroda bilan, mustahkam iymon bilan qarshi olishadi. Agar birodar sen bilan men ham ustimizga kelayotgan qiyin, mashaqqatli kunlarga sabr qilmasak, sabrdan boshqa nima qila olamiz? Bundan boshqa qanaqa yo'l bor? Sabr qilish esa birodar, aniq bilginki, Alloh taolo bilan birga bo'lsak oson bo'ladi. Alloh taologa bo'lgan iymoning bilan seni sabring komil bo'ladi. Haqiqiy sabr banda bu mo'min banda bo'ladi. Iymoni qancha komil bo'lgan sari kishining sabri ham, sabrligi ham shuncha komil bo'ladi. Astagfirullah. Wasbir va ma sabruka illa billah. Alloh taolo aytadi, sabr toqat qiling. Yolg'iz Alloh yordami bilangina sabr qilishga qodir bo'lursiz. Mana aytdik, Allohga iymoni komil insonni sabri ham komil bo'ladi. Sabr nima edi o'zi? Sabr shikoyat qilmasdan yashashlik. Sabr degani shikoyat qilmaslik. Alloh bergan kunga rozi bo'lishlik. Alloh bergan kunga qanoat qilishlik. Chunki sizga yoqmayotgan shu kun bundan bettarroq bo'lishi mumkin edi. Mana shu narsani o'ylang, shukr qiling, rozi bo'ling. Inson Alloh bilan birga bo'lar ekan, sabrli bo'lishligi oson bo'ladi. Sabr birodarlar insonni baxtga, saodatga olib boradigan muhim sabablardan bittasi. Sababga birodarlar har kuni muhtojmiz. Har lahzada muhtojmiz. Eng katta sabr Allohning sabri. Eng katta sabrni Alloh taolo qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, hech bir kishi eshitgan musibatiga Allohdan ko'ra sabrliroq emas. Kofirlar Allohning xotini bor deyishdi. Bolasi bor deyishdi. Allohni haqorat qilishdi. Alloh sabr qildi bunga. Sabr qildi, ularning rizqlarini qoldirmasdan ato qilaverdi. Demak, birodarlar, sabr qilishlik bu mo'minda topiladigan eng ulug' sifatlardan. Hammamiz bilgan Asr surasi. Val asr innal insana lafi khusr. Robbimiz subhanahu va taolo aytayaptiki, asrga qasamki, inson zoti bor, dunyoga kelibdi, ziyonga kiribdi. Qasam bilan aytayapti. Dunyoga kirding, ziyonga kirding. Faqatgina 4 ta sifat egalari bu ziyondan omonda. Iymon, solih amal, bir-birini haqqa chaqirish va oxirgisi sabr. Chunki siz iymoningiz bo'lsa, solih amalingiz bo'lsa, bir-biringizni haqqa chaqirsangiz-u, ammo mana shu ishlarning yo'lida keladigan mashaqqatga sabr qilmaydigan bo'lsangiz, bu amallar foyda bermay qoladi. Sabr birodar oxirgisi. Buyuklarning hayotiga qaraydigan bo'lsangiz, ularning hayoti xuddi ana shu balo, musibatlar musobaqalashadigan bir maydonga o'xshaydi. Bitta balo, bitta musibat ketmasdan turib ikkinchisi bostirib kelgan. Bular o'zlariga sabrni qalqon qilib olishdi, Allohga bo'lgan ishonch bilan o'zini himoyalashdi. Ulug' insonlarning yo'li shunday edi. Qiyinchiliklarni yengishgan, mushkullarni yerga tashlashgan, shu bilan g'olib bo'lishgan. Astagfirullah. Wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmil umur. Sizga yetgan balolarga sabr qiling. Albatta mana shu ishlarning maqsadga muvofiqroqidir. Eng ulug' ishlardan bittasi. Ustingga bir qiyinchilik kelsa birodar, musibat kelsa, ishing fasobrun jamil deyish. Yusuf alayhisalomni bo'ri yeb ketdi deb akalari Yaqub alayhisalomga yolg'on xabardor berishdi. Yaqub alayhisalom nima dedi? Fasobrun jamil. Vallohul musta'anu ala ma tasifun. Endi meni ishim chiroyli sabr qilish, sizlar aytayotgan ishda menga Alloh taolo o'zi nima bo'lsin, yordamchi bo'lsin. Endi nima qila oladi? Endi nima qiladi? Sabr qiladi. Sen ham birodar, meni ishim chiroyli sabr deganda, ishingni davom etkazaver, sabringda davomiy bo'l. Va yana qaytarib aytamiz, seni sabr toqat qilishliging Allohning yordami bilan bo'ladi. Parvardigor sabr qilishlikka quvvat ber, rozi bo'lishlikka, qanoatli bo'lishlikka o'zing quvvat ber deb Alloh taologa duo qil. Fasobrun jamil vallohul musta'anu ala ma tasifun. Fasbir sabran jamila. Bas chiroyli sabr bilan sabr toqat qiling.
Mana endi chiroyli sabr qanaqa bo'ladi? O'ylab ko'rganmisizlar? Chiroyli sabr qanaqa bo'ladi? Indamay chizi qo'yib turishmi? Yo odamlarga borib shikoyat qilishmi? Chiroyli sabr qanaqa bo'ladi? Chiroyli sabr qiyinchilikdan qutulib ketaman deb aniq ishonib sabr qilishing. Bu ishni oxiri albatta yaxshilik bilan tugaydi deb ishonib sabr qilishing. Shu musibatga sabr qilsam, ajriga ega bo'laman deb aniq ishonib sabr qilishing. Shu musibatga sabr qilsam, gunohlarimga kafforat bo'ladi deb aniq ishonib sabr qilishing. Mana shu sabr chiroyli sabr deyiladi. Qiyinchilik birodar har qancha katta bo'lib ketsin, yo'ling qancha torayib ketmasin, baribir g'alaba sabr bilan birga bo'ladi. Sabr bilan birga bo'ladi. Inna ma'al usri yusra. Har bitta mashaqqat bilan birga bir qancha yengillik bo'ladi. Ishing yurishmayapti, bitta mashaqqat, lekin yurting tinch, taning sog', ko'chaga chiqib bemalol yuribsan. Yengillikmi? Tishing og'riyapti. Qolgan a'zolaring sog', qoni qursog'ing to'q, ishing yurib turibdi. Bitta mashaqqatni ko'rib turib boshingga kiyib olmagan. Ozgina sabr qil. Ana shu sabringni quvvatli qiladigan ishlardan bittasi shu yengilchiliklarda borligiga qarashliging. Undan tashqari har qanday amalning savobi qiyomat kunida birodarlar o'lchab beriladi. Masalan, bir vaqt namozni uyda o'qisangiz bitta savob bo'lsa, masjidda o'qisangiz 27 barobar savob. 1 so'm ehson qilsangiz, Alloh taolo 10 barobar qilib qabul qiladi yoki 700 barobar qilib savobni ko'paytirib beradi. Hamma amalning beriladigan savobini hisobi bor.